14-martgacha keskin sovuq kutilyapti. Bog'larda juda ham xavfli holat bo'lib turibdi. Polvon, buni tutatishda nimaga e'tibor berish kerak? Shamol yo'nalishida hisobga olish kerak. Barakalla, shamol yo'nalishini hisobga olsak, mana shunday daraxtlarda o'sha kurtaklarga foydali bo'lib tutaydi. Harorat 0 darajadan pasayishni boshlaganda kechasi tutatishni boshlaymiz. E'tibor beramiz. Olov yoqmaymiz, tutatamiz. Hashaylarga suv sepib tutatamiz. Shunda ertalabgacha tutaydi. Harorat yana 0 darajaga qaytguncha tutatishda davom etamiz. Tutun bog'da egallab oladi va yerdan chiqayotgan issiqlikni bog'da orasida ushlab qoladi. Videoni qo'y boqadigan tanishlaringizga ham sirrochli jo'natib qo'ying, chunki 15-martgacha qo'ydi junini olish mutlaqo mumkin emas. Hali gullamagan daraxtlarni sovuqdan asrashning keyingi yo'li anti-stresslar bilan va bor bilan ishlov berish kerak daraxtlarga. Shunda daraxtlarda o'sha kurtaklari maxsus qoplama bilan qoplanib oladi va bu narsa sovuqdan himoya qiladi. Keyingisiga o'tamiz. Mevali daraxtlarni sovuqdan asrashning keyingi yo'lini o'rgataman. Faqat undan oldin videoga like bosib, tanishlarga ulashib, istoriyangizga qo'yishda yordam bering, chunki odamlar bu sovuqda hali sezgani ham yo'q. Bu sovuqning zarari haqida, ehtimol zarari haqida bilishmaydi ham. Avvalo hammasi Allohdan biz sababini qilishimiz kerak. Like bosib, tanishlarga ulashib saqlab qo'ying. Biz sovuqdan himoya qilish uchun boshqa bir yo'lni ko'rib chiqamiz. Bu sovuqdan oldin mevali daraxtlaringizda albatta sug'oring, suv oching, chunki nam tuproq o'zida issiqlikni saqlab qoladi. Quruq tuproq bo'lsa juda ham tez soviydi. 15-mart sanasigacha kartoshka bo'ladimi, urug' bo'ladimi, ko'chat bo'ladimi, har qanday ekinni ekishni to'xtatib turing. Yosh daraxtlarni qop bilan o'rash kerak. Lak bosishda esidan chiqilmang.